Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. Qalbdan qalbga nomli programmamizning 13-sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, aziz xalqimiz dunyoning har qaysi joylaridagi yashayotgan bu muborak oyning harfisidan boshlab har kuni iftordan burun huzuringizda bo'layotgan programmamiz davom qilyotdi. Haqiqatan ko'zni yumib ochguncha birdamda 13-son keldi. Ramazonning 3dan biri ketib bo'ldi. Allah subhanahu va taolo bu kunlarda qilgan barliq amallarimizni Ramazon ro'zasi boshda bo'lish bilan birga bütün amallarimizni dargohida qabul qilgan, Rabbim rozi bo'lgan amallardan qilib qabul qilishini so'raymiz Rabbimdan tavajjuhlik bilan. Har kuni inshaalloh mana shundaq dinimizga aloqador bo'lgan bütün hayatimizni mayli boshqalar bilan qilayotgan munosabatlarimiz, muomalarimiz bo'lsin, Rabbimizga bo'lgan e'tiqodimiz bo'lsin, har bir ish harakatlarimizda bizni o'ngshab ma'lgan dinimizning ko'rsatmasi bo'yicha hayot yashay olishimiz uchun mana bu har kuni so'zlanayotgan bu temalar, bu bilimlar albatta intayin muhim. Shuning uchun Rabbimizningki buni shu yaxshi, go'zal so'zlarni, bu bilimlarni anlab, onunla amal qilish ne'matini ato qilishini tavajjuh bilan so'raymiz. Bugungi programmamizning aziz mehmoni hammalar tunishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi va nurg'un xalqimiz orasida kitoblar bilan yillardan buyon bu xalqimizga meva berayotgan, ilmidan xalqimizni huzurlantirayotgan hurmatli ustoz Muhammad Yusuf Qarimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib programmamizga qatnashib berganligi uchun Saudiya Arabistonidan qatnashyapti. Aldi bilan ko'p rahmat etamiz hurmatli ustozga. Rahmat sizlarga. Allah razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz, shundaqla ijtimoiy uchur vositalardagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa berishinglarni, savol bo'lsa so'rashinglarni umid qilamiz. Vaqt masalasi sababli iftorga oz qolganligi uchun shu programning ichida javob berolmasakmi, boshqa oldimizdagi sonlarda javob berishga tirishimiz programmamizga aloqador temalarda so'ralgan savollarga. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanishi uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Tunugimiz e'lonimizda bergandek bugungi temamiz zulm haqida. Ya'ni albatta zulm degan vaqtimizda bu insonning hayotidagi nurg'un bir keng sohalarni o'z ichiga oldi hamda mayli oilada bo'lsin, farzandlar o'rtasida bo'lsin, eng yuqorisi tajovuzchilarningki boshqa nurg'un millat sifatida zulm qilishi, yani doirasi intayin keng bo'lgan bir tema. Buni bir vaqtimiz qisqa bo'lgan bo'lsa, bir bo'limning ichiga vaqtimiz yetgancha sig'dirishga tirishimiz. Bu nimani o'z ichiga oldi, qanday qilgan vaqtida nurg'ulg'an parvo qilmasdan qilsagan, hatto so'zimizdan tortib zulm bo'lishi mumkin boshqalarga. Biz bilib bilmay qilib solgan. Buni bir tunib o'taylik. Chunki inson haqqi biz ilgirki sonlarimizda dedik. Kishining haqqining qanchalik muhim ekanligini, kishining haqqini Allah shu kishini rozi qilmay turib, biz dunyolarni sadaqa qilsakmi Alloh yo'lida, hatto shahid bo'lib ketsakmi, ammo gadinimizda insonning haqqi qilib qolsa, u shu insonni rozi qilmay turib, uningdan qutlanmaydiganligimiz haqida bir qancha bo'limlarda so'zlangan bo'ldi. Shunga bu intayin bir muhim masala bo'lganligi uchun buni biraz tunib o'taylik deb o'ltiribdik. Hurmatli ustoz, unda bo'lsa temamiz bu bo'ldi. Oldi bilan zulm degan nima degan shu narsani bir tushuntirib o'tib olgan kirgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Zulm Arap tilida bir narsani o'rniga qo'ymaslik. Yani bir narsani qilishga tegishli shaklda qilmay, boshqa shaklda qilish. Ya qilishga tegishli qilmay, qilmaslikka tegishli qilish, yani joyida qilmaslik degan zulm. Endi islom istilohida kishilarga o'l qilish, nohaq ish qilish va buzaq qilish deganlarning hammasi zulmga kirdi. Endi zulm degan hamon kishilarning aqliga davlatlarning fuqarolarga zulm qilishi, mustabidlarningki mustamlika qilinganlarga zulm qilishi, hukumatlarning fuqaroga zulm qilishi va boshliqning
qo'l ostidagilarga zulm qilishi, erning ayoliga zulm qilishi degandek shu bir qancha xil zulm esiga keladi. Ammo zulmning doirasi uningdan cho'ng hamdi. Haqsizlik ishlarning hammasi to'g'ri bo'lmagan, joyida bo'lmagan, joyiga tushmagan ishlarning hammasi haqsizlik shu zulmga kiradi. Bu hayotning butun sohalariga chetiladi. Endi zulm keng ma'nosi bilan aytganda bütün hayatda, bütün gap so'zlarda, bütün ishlarda ko'plab turli insonlarning sodir bo'lib turayotgan bir naqislik. Xo'sh. Haqiqatan deganlardek buning sohasi öz doirasiga oldigan sohasi haqiqatan keng ekan. Biz asosliq agar turga ayirish mumkinchiligi bo'lsa, qancha turga bo'lindi deb qaraymiz endi. Mesela biz zulümni türge bölmekçi olsak çoğun 3 türge bölünüdü. 3 türge. Biri Allah'a haksızlık kılış. Allah'a haksızlık kılış diyen Allah'ın hakkı boğanını beğenmezlik. Mesela Allah Teala'nınki mevcut ve bir hem bir kadir işkellikiye, yegani ilah işkellikiye işenmezlik, onu itiraf kılmazlık. Allah Teala'ya haksızlık kılgan buldu. Çünkü Allah Teala hem bir kadir ve Allah yegane mevcut zat. Bunu inkar kılganlar zalimler, zulüm kılgan buludu. Mesela vel kafiruna humuz zalimun dedi Kur'an-ı Kerim'de. Kafirler zulüm kılgıçlardır dedi. Bu ayet şunu kartılgan. İkincisi başkalarına zulüm kılış, başkalarına haksızlık kılış, nahak iş kılış mesela. Bu hem de Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا degan ayetiyle ifadeletti. Burun sizlerden ilgiriki ümmetlerini zulüm kılganlık için halak kılıvattık da. Yani kişilerge zulüm kılış. Hem üçüncüsü üzügü zulüm kılış. Üzügü zulüm kılış degen kata oldu ise Allah Teala'nın emir fermanlarını urundumaslık ve kılman degenini kılış, kılın degenini kılmaslık. Bu doğruda وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Biz onlara zulüm kılmadık. Belki ular üzü zulüm kıldı. Ama Allah Teala'ya kılgan haksızlık biri şu küfürlük, yani biri şirk keltiriş mi Allah Teala'ya haksızlık kılganlık oldu. İnne şirke lazulmun azim dedi bir ayette. Şirk, Allah'a şirk keltiriş çok haksızlıktır dedi. Allah'a karşı kılıngan bir haksızlık. Çünkü Allah Teala'nın hakkı şirk keltirilmezden yalnız ibadet kılmış hakkı var. Muşu hakkını beğenmey başka saxta ma'budlarni akilib aşılağa tevessül qilib aşılağı bilan billa Allah'a ibadet qilman degandim Allah'ın haqqini bermagan bo'ldi. Deganimizga o'xshash Allah'ın itiraf qilmagan kafirlarmi Allah Teala'nın itiraf qilinish, itiqad qilinishdan ibarat haqqini bermaganlik bo'ldi. Bular mujunda 3 xilga bo'linadi mana. Allah'ınki zulm qilish ve o'ziga zulm qilish. Yani üzügü zulüm kılış o Allah'ın emrine asilik kılgan iken ahırı onunki ahırı puşayman ya ki dozak oldu. Anda olganda üzü zulüm kılgan oldu. Üzü uval kılıp şu ziyanını üzüge ekegen buldu endi. Şu üç türlük buldu çoğun türge ayırganda. Köpten köp rahmet. Hakikaten ustadım şu biz şu insanın yani Allah'ın hakkı başta çoğun türge bölsek üç türge bölündü dediler. Biz şu körülmelerinin ama istedi bolsanız ikinci bölümde biz tevhid hakkında toxtaldık. Yani bütün şu alemlerini yaratıp bizge şundaq nimetlerini ata qilib ve hidayetinin üstüde qilib yani bar xil bir yerimizni kam qilib qo'ymay mushuncha vala butkul koinotni bizning xizmatimizga seppagan ve yaratgan bir Allah'a o Allah'ni bir deb e'tiqod qilmaslik, uning barligi ve bütün en büyük kuch qudratiga e'tirof qilib şunun qulchiligimizni bildirmaslik, yani en çok hakikaten diğerlerdek yani zulümden en çok inne şirke la zulmun azim. Yani şirk yani aşında bir Allah'a yani başkalarına şirk keltiriş ya ki onun buyruğu boysunmaslıktan öte bir zulüm olması gerek. Hem ahirdeki bu insanın özü zulüm kılışı. Çünkü valla Allah güzel şekilde çağırsa kıldığın bizning baxt saadetimiz için çağırılan bu amel ibadetlerini joyida ado qilmay o'zimiz zulm qilishni hakikaten ichinishliq bir masala. Rabbim hammamizni saqlasin. Endi bu şu ijtimoiy hayotimizda bugun kundalik turmushimizda biz davomli ko'rib turadigan misol keltirish to'g'ri kelsa zulmning bir turlaridan bir ko'rinishlaridan bir qancha bir misol keltirib boqamiz.
Hem de bizdeki ictimai turmuşumuzni alsak hem de turmuşumuzda. Yani şu aileden başladık değil mi? Aile cemiyetinin ultemi. Aile hemmenin merkezi. Hemme narsa aileden buldu. Yaxşılık mı aileden çıkıdı, yamanlık mı aileden çıkıdı. Hem de en kök taralgan zulümün biri erlerinin ayollarına zulüm kılışı. Bu zulüm kılışı hem de bazılarınınki urup tullap, dumballışı, bugün zulüm emas. Onun başka manevi cihettin mi ayollara eziyet veriş ve ayolların yüzü küçü yetmeydiğin işlerine zorlaş. Ayollarını üzünün rahatı için ayollarını qiynaş, yani küçü yetmeydiğin işlerine mecburlap ya yardım kılmay diyen okşaşta. Hem de muşlarının hemmesi haksızlık kılganlık oldu. Qandaq bir haksızlık olsa bu zulüm bunu demek. Bunun karşısı yani bazı ayollarının ki hem de irini haramdan pul tepişka zorlaşı. Mesela hem de ailenin uyusu yok, busu yok. Çünkü ailenin kanaattan başka narsa saadet kılanmaydı, bəxtli kılanmaydı. Kanaat olmasa bek bayılap gelsem, bek şundan milyonlar olap gelsem kanaat olmasa yani bəxtlik olmaydı. Ama naydi kembag'al hatta kabiriyatga adam olsa mı kanaat olsa o bəxtlik bulu dendi. Mesela ayol ki yaxshi ayol kishi nima deydi desa erine. Biz kembag'allikqa, yo'qsullikqa chidaymiz, ama do'zaxning azobiga biz chiday olmaymiz deydigan oyat derdi. Hem de aileden başlasak şu bazı ailelerde erler zulüm kılsa, bazı ayollar, kısmen ayollar yani erge zulüm kıldığan işler bolu dendi. Bu insanlar cemiyetinde mevcut iş. Hemen millette bak. Onun için ata-analarning ballarını terbiyeleş işlerinde ular zulüm kılışı. Bu qanday zulüm qildi balasiga desa, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhellezine amenu qu anfusakum ve ahlikum nara deydi. Ey insanlar üzerlerini ve ballaringlarni do'zax azobidan saqlanglar deydi. Bu saqlash qanday oldu? Balını kichigidin İslam, iman, halal, haramni ügütüş, to'g'ri xatoni ügütüş, hemmeni bildirish ve yaxshi o'qitish, yaxshi tarbiyalash bilan bo'ldi. Ama baktım, chiroyli kiyim berdim, qusug'ini abdan baktım, deganlik u hisob emas. Çünkü uçar kuşlarımı ballarını bakıdı, hayvanlarımı ballarını bakıdı, hemmesi bakıdı. Ama insan balını süfetlik, diniga, milletiga, menfaatlik Allah'a buyurulgan. Aşını kılmagan adam balısqa zulüm kılgan buldu. Çünkü balını yaxshi tarbiyalamagan adam, yaxshi tarbiyalamay yama yo'lga kirishga sabab bo'lib qolgan adam o balga zulüm kılgan buldu. Çünkü o balı yama yo'lga kirib qilib ziyon tortdi. Bunun ziyinda ata-onasini birga so'raydi shuninglar. Xo'sh. Birinci turdikisi ayollarning zulmü olsa, bir-biriga zulm olsa, ikkinchi ballarga qilingan zulm endi. Onun için üçüncüsü ata-onani qaqshitish. Ata-onani qaqshitish degan ata-onani tillar, ata-onani yoki aziyat bir bundaq emas. Çünkü adam ata-onasini tillamaydi, ata-onasiga aziyat bermaydi. Ama Allah yoqtirmaydigan, ata-onasi yaxshi ko'rmaydigan ishlarni qilish bu ata-onani qaqshatganlik bo'ladi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üzünün hakkıdan kim? Ve bil valideyni ihsana. Mesela ve qada rabbuka alla ta'budu illahu iyyahu ve bil valideyni ihsana deydi. Rabbinin üzügüyle ibadet kılışını ve ata-onaga yaxshi xizmat qilishni buyurdu, farz qildi deydi. Yani Allah'a ibadet kılış bizdenki baş tartıp bulamaydıgan bir mecburiyetimiz. İbadet kılış Allah'ın hakkı. Çünkü Allah bizni yoktan yarattı. İnsaniyetinki, bütün dünyanınki hocayını kıldı, akıl idrak verdi, hürmetli kıldı, rızık verdi, şunda yaxşı yaşattı. Şunda var mı? Ama Allah'ın hakkı şunda çok. Ata-onanın hakkı şunun karşı en çok demiş ki, ata-ona bizim dünyaya gelişimizde sebepçi oldu. Bizni çok kılıp österdi. Muşu hayatta göz açkızdı ata-ona. Ata-onanın sebeple geldik biz dünyaya. Anda oğan ki ikinci çoğun hak şu, ata-onanın köngü küçükken rencip kaldığan işlerin hemmesi ata-onanın qaqshatqanlıqı kirdi. Bu mu ata-onaga zulüm kılganlık? Ben ata-onamni yalmasam, ata-onamga aziyat vermesem, ata-onamni qaqshatmayman go, ama ata-onam mening gipiga unişi kerak, mening gipimga unişi kerak dedi. Aşağı kelganda qaqshatdi şu. Ata-ona nimishqa uning gipiga unaydi? U ata-onaning gipidan chiqmas kerak. Ata-onaniki çünkü köpni ko'rgan, köpni biladi, to'g'ri xatoni bizni bakroq biladi. Ata-onaning gipiga unash kerak. Har qanday ishda shu qaqshatqanlikka kirdi. Uningdagi qo'shnilarga azor berish va ularning haqqini ado qilmaslik. Dunyoda qo'shnining haqqi bek cho'ng haq hamda.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu to'g'rida nurg'un hadis var mesela. O'zi to'q yetib qo'shnisi to'q yetib turib, qo'shnisining ochligini bilib turib to'q yetgan mu'min bo'lolmaydi deydi. Shuncha cho'ng haq endi. Bunda tursa qo'shnisiga kir yeyib balkondan suv eqitib uning nimasiga qilganga o'xshash, qo'shnisining uyining oldida mashinasini to'xtatib olganga o'xshash. Odatda kishilik kichik sanaydi. Zulm desa, yo'g'on ish zulm, bundaq zulm emas. Kichikgina haqsizlik bo'lsa zulm, hammasi zulm. Buğday o'g'riganmi o'g'ri, saman o'g'ilganmi o'g'ri. Yani zulüm bo'ldi, cho'ng olsun, kichik olsun hammasi zulüm. Qo'shnilarga yomonlik qilish o hakikaten cho'ng gunohlardan sanaldi. Gunoh kebirlardan sanaldi. To'g'ri. Yani odatdagi bir gunohlar jihoddan qochgan, tuhmat qilgan, bilanga o'xshash cho'ng gunohlar. O'sha qo'shniga yomonlik qilish cho'ng gunohlardan sanaldi. O salab qolganda ehtiyojing tushgan vaqtda sana birinchi javob eslatgan narsa qo'shni. O sening tuxuning yiroqdagi tuxuning eslatmaydi o chog'da. Anda o'g'andan qo'shnining haqqi intayin cho'ng. Mesela bir Rasulullah sahabelardan birisi keldi. Mesela bir ayol var, o nadijiq nafl ro'za tutdi ekan, nafl namoz o'qiydi ekan, ibodatni shunday qildi, ammo qo'shnisiga azor bergan, ya'ni u do'zaxga kirdi degan. Sahih hadis hamdi. Yana bir ayol var, o ayol yani farz ibodatlarni qildi ekan, nafl ibodatni anjiqmagan, ammo qo'shnilarga bak yaxshi muomala qilgan, u jannatga kirdi degan. Bu bir prinsip endi u. Paloni emas, paloni ayol emas. Umumen bu prinsip. Muşunda olsun, muşunda buldu da Resulullah kösetken geldi bunu. Cemde. Onun gibi kalsa baylarının yoksulluğa haksızlık kılışı diyen. Hem de bu zakatını ayırış, sadaka, hayri ihsanını kılış, bu baylağı Allah Teala ata kılgan pulmalının hakkı şu. Birinci Allah'ın hakkı. Onun için Allah Teala belgilep veren tekirlerin hakkı. Yani şu ayette vellezine fi emvalihim hakkul lissa'i vel mahrum deydi. Şu baylarının ki pulmelide tileydiğen ve tilmeydiğen saillarının şularının ki hakkı var deydi. Aşı hakkını ada kılmasın, olar zulüm kılgan. Dünyadaki Müslüman baylar hemmesi zakatını ada kıtkan bolsa hiç kandan Müslüman kembeğil olmamaydı. Milyon zakat arayıtkan adam ne oldu? Başına cahid arayıtkan bolsa o hiç kim Şa'rabi deydi. Allah Teala rızıkını bütün halkı yetitgan derecede düşürgülük. Ama baylarınki açgözlüki ve ulanın yolsuzluğu sebeplik açlık, kembeğillik yüz burdu deydi. Eğer İslam kösetken bu doğru taksimat kılınsa kişiler aç kalmaydı. Açlık deyitkan nersi yok. Olmaydı. Çünkü Allah Teala hemmegi yetitgan derecede düşürgen. Onun için uruk tıkkal Ovoz ketib qoldi, Oqshon. To'g'ri uzilib qoldimi? Demak, qadrli ko'rmalarimiz, yani biraz to'g'ri ulinib bo'g'icha paranglashqash turayli, yani vaqtimiz ketmasin. Ustozim yuqorida so'zlab o'tdi, yani u darajada hamda Alloh subhanahu va taolo bu, yani nurg'unlarimiz diqqat qilmaydigan darajada, mesela abay misollarni keltirdi. Hatta men shu zulmning masalasini başkalarına azab beriş, çıklarımız dikkat kılmayacağın meselelerde, yani bir Müslümanın ki, yani yeni bir Müslüman kıyırındışığa, yalnız azar beriş, ya ki aşının hakkı kirip kalış, zulüm kılışına en töven çekini bir kitap düşünden kökendim ben hem de. İki Müslüman bir yerde oltağın olsa, normal hem de hazır orundukta onda topçan mürası çıkmaydı hem de. Biz vatanlardan da gördük hamdi bir mahalledeki bir yerde oltadı değil mesela ki ya bir yerde oltadı ya supudek bir yerde. Topçanlar mesela biz küçük vaktimizde çok görüp kıldık hamdi. İki Müslüman bir yerde öldürüyordu yani. En töven azar birişinin en töven demesine ikisi bir yerde öldürüp birisinden burun ornundan durup hem de kimiye yokkan topçanı kıkıv etip gidiyor hamdi manga vaktida. Bir topçan yo'qib qolgan bo'lsa, shuni qaqqan vaqtda insonning ko'ziga normalda ko'rinmaydi u narsalarda. Azroq bir topçan chiqadi. Shu kiyimidan chiqqan topçan yana bir musulmonga uchib berib ashunga tagsimi, ashunga yana bir qirindishiga azor berganlik bu deb o'qandim endi. Jiqlarimiz diqqat qilmaymiz do'stlar, nurg'unlagan o'sha kishilarningki haqqiga kirib qolgan ishlar, kishilarga mayli muomala jihatdan bo'lsin, zulm, yani tövenrek bulup kalsın mı?
başqalarning haqqiga kirib qoldigan, başqalarga zulm qilib qoldigan doiraga kirib qoldigan gap ekan endi shu. Buniki torda bağlangan vaqtda mana bir xabar qilib qo'yinglar, ustoz bağlangandan keyin. Demak, endi shundaq hayotimizni nurg'unlagan buniki ko'rinishlari, misollari so'zlab tugatkusiz darajada, chunki biz dunyoga hamda bekaga yaratilmadik. Har bir bu dunyo bizning imtihon beradigan, mayli cho'ng, mayli kichik, barliq har kuni bir xil sinoqlarga duch kelib turmiz hamda. Har bir qilayotgan ishlarimizda şu qandaq bir darajada beralaymiz bu imtihondan, qandaq o'timiz, kishilarga o'zimizning shu 4 kunlik manfaatimiz uchun qaror beramiz har bir masalalarimizda yoki har bir qilayotgan ishlarimizda Allohning roziligi, payg'ambarimizningki rozi bo'ldigan, Alloh rozi bo'ldigan, bu dinimizga xilof bo'lmagan shaklda qaror berib mamdik. Bu albatta bizning Alloh to'liq erkinlikni bizga berib tanlash huquqini ve şu tanlashimizning natijasiga ondan oxiratda ya savob bo'lib yoki azob bo'lib oldimizga chiqadigan gapimdi. Shunga bu dunyodagi maydonimiz, har bir qilayotgan ishlarimizdagi qandoq pozitsiya tutib mengishimiz, kundalik turmushimizdagi butkul sohaga zulm masalasi mana nurg'unlarimiz ko'pincha eng cho'nglarini o'ylaymiz masalan. Ailedagi masala bo'lsin, farzandlarimiz o'tirisida bo'lsin, hamma doiraga chetilganligini deb so'zlab o'tildi. Buningga diqqat qilmagan vaqtimizda shuningga ko'ra dinimiz Alloh rozi bo'ldigan, dinimizga uyg'un bo'lgan shaklda harakat qilinmagan vaqtimizda buning oqibatininki qaysi darajada bo'lganligini o'ylashimiz, tasavvur qilishimiz kerak deb qarayman. Ustoz qaraganda urinib bo'lamadimi yoki tirishib o'tamizlar buning hamda? Agarda kirib bo'lamasa, men davomlashtirib tugatib o'tsam bo'ladi. Demak, qadrli ko'ruvchilarimiz, dunyo oxiratda mazlumninki yana bir nimbaamdi. Biz davomli holatda kichik vaqtlarimizdan boshlab cho'nglarimizdan bo'lsin, nurg'unlagan diniy so'rovlarda bo'lsin, Uyg'ur millati ko'p anglagan narsam. Kishining haqqi masalasini biz boshqa programmalarda qildik. Zulm masalasini bilgan ustoz nihoyat yaxshi to'xtaldi. Biz shu narsani qildik. Mazlumning duosi bilan mazlumning duosini Alloh ijobat qildi. Mazlumning duosidan hazar ayla degan narsani biz jiq angladik. Haqiqatan qadrlik ko'rmalarimiz, yani bu hattoki olimlar deydi-ki, zulmga uchrag'uvchi kafir bo'lsinmi, shu kafirmi zulmga uchrab ketib, ey Alloh deb beddua qilgan bo'lsa, zulm qilguvchi musulmon bo'lsinmi, shu kafirning duosini men ijobat qildi dedi Alloh subhanahu taolo. Endi u musulmon ekan, agar biz zulm qilgan, biz zulm qilib qolgan kishi edi u musulmon ekan, kafirning haqqini yeb olgan bo'lsak yoki har turli haqsiz ravishda zulm qilib qolgan bo'lsak, shuning haqqini Alloh so'raydi bizdan. Yani biz bu zulmning sohasiniki hamma tarafga hamma tarafni o'z ichiga olganligini dedi qo'ydi aka. Hamda shundoq birisiga zulm qilib qo'yishdan u darajada hazar aylashimiz kerakki, biz zulm qilib qo'yib uningdan rozilik ololmay dunyodan ketib qolib qolsak yoki bizga beddua qilib o'tgan bo'lsa, uning vabolini chuqum dunyo oxiratdan burun dunyoda ko'ramiz uniki. Shunga mazlumning duosidan hazar aylagan. Chunki mazlumning duosi bilan Allohning ijobati o'ttirisida hech bir parda yo'q deydi hamda. Shunga bu programmamizning oxiridagi savolim shu Allah subhanahu wa ta'ala'nınki ittaqu attaki shu nimba Buxoriy va Muslimda kelgan hadis bu hadisning o'zi shu. Ittaqu da'vatal mazlum walau kana kafiran fa innaha laysa baynaha va baynallohi hijab dedi. Hadisning shu to'liq matni bu yani. Mazlumning duosidan qo'rqinglar, saqlaninglar bundan dedi. Qattiq hazar aylanglar bundan dedi.
Hatta ki kafir olsun o mazlum dedi. Şeksiz ki onun şu duası bilen Allah'ın otursa hiçbir hicap yok dedi. Yani perde yok. Aşı derecede icabet kılındı. Dep bu agahlandırışını bir vakit demdi. Şunun için hayatımızda eğer de bizden aşağıda düşmanlarımız bolsumu aldığımızdaki biz zulüm kılmakçı olan ya ki kıpsagan bula bizden dinimizden bulmagan bolsun bizge o hakkını vermeydiganlığı. Aşının mı hesabının bağ işkelliğini bizge bu derecede uçuk düşündürüvatkan dinimiz var bizdeki kadarlı görmelerimiz. Eğer bu derecede bolsa özümüzden kıyırındaşları ve başka şu gündelik içtimai hayatımızda, her günlük hayatımızda çoğun bolsun, küçük bolsun, türü nim buluştan kat'i nazar zulüm kılıp kalgan bolsak bunun akıbeti nim bola şularning ahiga qilib qalsak, şularning nali qilib qalsa biz sebeplik. Biz Allah'ın aldıda hatta nurgullarını bilenmey ahiret ketip qalishimiz mümkün. Kimlerge zulüm qilib qalganligimizni bilenmey. Hatta şunundan razılık elip eliş, dünyada bir razılıkını elip bir halallaşıp ketiş deydiganda mı qılmay nurgullarımız ketimiz. Şu uqmayla ketip qalgan gapimdi. Ama o aşı narazı bo'lib qalgan, yig'lab qalgan, bizden narazı bo'lib qalgan şekilde ketip qalgan bo'lsa bizning halimiz nima bo'ladi? Şoňa şundaq biz günlük turmuşymyzda diqqat qilmaydigan, yüzaki qarab ötüp ketadigan, bizning özümizden nurgun qilib atgan yaxshi ishlarimizga ishinib qaldigan, meni boshqa amallarim, nayt cho'ng-cho'ng ishlarni qilib atman deb o'ylab qilish, bundan qattiq hazar aylashimiz kerak qadrli ko'rmalarimiz. Rabbim inşallah ne zulüm qilguvchi, ne zulümga uchirguvchi mazlum qilmasin bizni. Bu tilak bununla tilakdaşımız. Bulup mu? Hatta mazlum bo'lib qalsak mı, onunki zulümga uchrab qolib qalsak mı, ahirette programının 5'ida mi dedik hamdi. Bizge zulüm qilib qalgan şu kişi agar de özününki savabı yetmey qolib qalsa, bizge beradigan. Bizning qilib qalgan xatoliklarimiz onun ustiga atılıp bir şekilde biz yana dünyada zulümga uchrab qaldik degan bir narsa bo'lgan bo'lsa-mu, g'alaba qiluvchi, natijaga erishuvchi, muvaffaqiyat qozonuvchi yanada mazlum bo'ldi Allohning oldida. Chunki Alloh uni hargiz shu zulmga uchrab ketgan bitta tashlab qo'ymaydi. Bir şekilde haqqimizni yeb turdi. Ammo zulm qilguvchi bo'lib qolish eng xatarlik masala. Hiçbir şekilde qutlanmaydiganligimizni tushundik mana. Programning 5'ini tatib. Chuqum Allah bir şekilde aladiganligini dedik. Şuna dünyada eğer de şundaq bir hayatımızda bir iş bo'lgan bo'lsa, bugun hayat vaqtimizda şu biz hiç bo'lmaganda bildiganlarimizga berib şu mesela bundaq vaqtida ya haqqını yavagantim ya nima qilgantim degan şekilde şu dünyada razılık eli bilishga tirishayli. Eğer bilenmesek, tapamasak haqqını yavagan kişilerni, çünkü nurg'un kitaplarımızda ait köp tilga aylandi. Şu eğer de şu haqqını igisini tapamay qolib qalsa, bugun dünyada Müslüman aşının hakkıya niyet qilib turib, ben öz vaqtida palanninki mesela manchik pul niye vaqatim yoki. Bugun tapamadım onu. Aşı pulning miqdorini şunun yaxshiligi uchun, şunun bir nami amaliga yezilish uchun sadaq qilib yaxshilik yo'llariga ishiltib etish bu eng yaxshi usul ekanligini so'zlaydi olimlarimiz. Bu şekilde qilayli qadrli ko'rmalarimiz. Programımızda müşahede ahırlaştırsak vaktimiz mi? Tüyep kaptı bu programınki. Ustaz mı bağlanıp bulamedi. Hem de müşahede asasiyetimi tüyep kalkan programımız. Allah halisa Rabbim ömür verse ete başka bir temada görüşükçe aman boğayslar icabetlik dualarına da bizler için dua koşuna hem unutmayızlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء